qo'pollik qilma ularga. Jerkima, unda qo'l siltab gapirma. Ko'ramiz bor shunaqalar. Asabini biz ishonmaydiganlar. Onaga, otaga ham duvoradiganlar bor, qo'lini ko'tarib yoradi, gapiradiganlar bor. Siz gapga qo'shilmang, aralashmang. Nodon, gapirishni bilmasding, gapirishingga sabab bo'lgan shu ota-onang-ku. Endi sen gapga aralashmay deyapsanmi onang bilan otangga? O'zingiz gapiradigan bo'lib qoldingizmi? Yuradigan bo'lib qoldingizmi? Otangni yuziga qara. Burishib ketgan, oyoq qo'lida quvvat yo'q. Senga ber, seni odam qilaman deb shundoq bo'ldi, nomard. Endi qo'lingni siltab gapirasanmi otangga? Onangni jerkiysanmi? Aday tamom qilding-ku onangni sen katta yigit bo'lguningcha. Xotiningga gapira olmay og'zingga narsa savoladi ba'zi yigitlar. O kelin, shu yaxshi erni shu ona 9 oy qornida ko'tarib, o'limni bo'yniga olib tug'ib, bir parcha etligidan boqib katta qilib sizga berdi. O'zi yaxshi-yu onasi yomon bo'ladimi? Erta indin siz ham tug'ib katta qilgan bolangiz bag'ringizdan o'g'lingizni olib ketsa nima bo'ladi? Alloh aytibdi, jerkima do'qqima va qullahuma qawlan karima. Dunyodagi bor shirin so'zingni, muomalangni ota-onangga. Ba'zilar bor. Qalay chol kampir yurishibdimi desa, chol kampir yuribdi. Yoki undan ham qo'pol qilib mamashka papashka deydiganlar ham bor. Qiblagohim, onajonim, otangiz, qiblagohingiz, volidangiz, Ka'bangiz, onangiz yaxshimilar deng va onajonim, padari buzrugvorim, vali ne'matim deb gapirishlarni o'rganishimiz kerak endi.